Akalar, shunaqa katta bunkerlarni ham ishlab chiqarish imkoniyatimiz borligidan xabaringiz bormidi? Akalar, bilasizlar, mamlakatimizda qazilma boyliklarini ishlab chiqaradigan konlar juda ham ko'p. Sababi mamlakatimiz qazilma boyliklariga boy bo'lgan mamlakat. Ana shunaqa konlardan biri Akfabuild kompaniyasiga buyurtma bergan 8000 tonnalik buyurtmamizni hosiliga kichkinagina obzor qilib beraman. Akalar, bu konstruksiyamiz 3 ta qismdan iborat. Ya'ni konveyer, bunker va to'siqlardan iborat bo'ladi. Konveyerda qazilma boyliklari bunkerga borgandan keyin bunkerda qazilma boyliklarini demak ajratish jarayoniga yetkazib beriladi va noyob metallar ajratib olinadi. Bu buyurtmamiz qora metaldan ishlab chiqarilgan va bo'yalgan holatda yetkazish ishlari amalga oshirilyapti. Akfabuild kompaniyasi tomonidan yiliga 12000 tonna metalokonstruksiya yetkazib berish imkoniyatiga egamiz. Hattoki qora metaldan va ruhlangan metaldan ham konstruksiyalar ishlab chiqara olamiz. Akalar, Parijdagi Eiffelevi bashnani ham buyurtma berishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizlarga ham har qanday qiyinchilikdagi metalokonstruksiya ishlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Akfabuild kompaniyasiga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi.